men uchun jihoddan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan eng o'lim uchun zo'r joy tirikchilik qilayotgan joyimda o'lishim degan ekanlar. Bilib olinglar yoshlar. Bu nima degani? Payg'ambar alayhissalom hadislari bor. Halol mehnat qilib ro'zg'orim, tirikchiligim deb olib tashlaydi emas, tirikchiligim deb pul topishda yurgan odam u Xudoning yo'lida yurganidekdir. Agar mabodo shu sa'y harakatida o'lsa, u shahiddir deganlar. Akalar, bu kichik maqom emas bu. Buni yoshlar yana eshitsin, dangasa, ish yo'qmas. Dada busiga yaxshi qaramayotgan, bunga ishonib tekkan xotiniga yaxshi qaramayotgan, tug'dirgan bolasini yaxshi qaramayotganlar ko'zini ochib olsin. Lekin pulni deb ibodatni deb pulni tashash bu eng tupoylik deyilgan, ahmoqlik deyilgan. Uni ham qilamiz, buni ham qilamiz. Bo'lib ham erkakmiz. Bo'lmayapti. Bu erkakka yarashmaydi. Topa olmayapman. Yo. So'raylik, qilaylik.